Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, hurmatli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni Andijon viloyati Chinobod tumaniga olib kelib o'rnatdik. To'rt metrga 340 razmerga o'rnagan darvozamiz 10.200.000 so'mga olib kelib o'rnatildi. Darvozamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, eniga 4, bo'yiga 340 razmerda bo'ldi. 2 qanotli variantda bo'ldi. Stoykalari 10 ga 5 shviller bo'ldi. Kurgovoy profillari 6 ga 4, 1,5 lik stenada. Listlari reflyonka list 1,3 lik listda bo'ldi. Mana 1,3 lik listlarimiz ham baquvvat, juda chiroyli holda o'rnadi bu darvozamiz. Darvozamiz orqa holatlarini ko'rsatib o'tsak, orqa holatlari, orqalari ham tekis, juda chiroyli, plotniy holda o'rnadi. Mana qirg'oqdagi zazurlar. Hurmatli aka-ukalar, kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, videomiz keng tarqalishiga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Xudo xohlasa, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovkalar mavjud. Xudo xohlasa doim kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizda ham o'rnatish, kraska sepish jarayonlarini yoritib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.